Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqətingizlar ekranimizda bo'lsin. Tayvan yaqin atrofda Xitoy urush paraxodlarining soni bir hassa ko'paydi dedi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi 8 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoyning o'tgan 24 soat ichida Tayvan bo'g'zi atrofida harakat qildigan urush paraxodlarining sonini bir hassa ko'paytganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Tayvan prezidenti Lei Ching-de oldingi hafta Tinch okean safarida Havay va Guam orolini ziyorat qilgan bo'lib, bir haftalik ziyoratini oxirlashtirib, 6 dekabr kechda Tayvanga qaytib kelgan. Uning bu harakati Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Tayvan atrofidagi Xitoy urush paraxodlarining sonini bir hassiga yaqin ko'paytgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi kundalik dokladida Xitoyning harbiy faoliyati to'g'risida to'xtalib, Xitoyning 14 urush paraxodi yaqin atrofda harakat qilganligini, bu son oldingi kundagidan bir hassiga yaqin ko'p ekanligini bildirgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi yana Xitoyning 4 dona havo sharining Tayvan bo'g'zidan uchib o'tganligini, bir sharning Tayvan havo bo'shlig'idan yondab o'tganligini bildirgan. Suriyada 12 yil davomlashgan urush qalaymaqonchiligi oxirlashdi. Suriyaning Bashar Asad hokimiyati poytaxt Damashqning kontrolligini yo'qotgan bo'lib, Asadga qarshi kuchlar 8 dekabr Suriya poytaxti Damashqni kontrol qilganligini e'lon qildi. Anadolu agentligining 8 dekabr xabar qilishicha, Bashar Asad oilasi bilan birga Damashqdan ayrilib, Rossiyaga qochgan bo'lib, Rossiya u va uning oilasiga panohlik bergan. Xabar qilinishicha, 7 dekabr Asadga qarshi qurolli guruhlar Damashqning janubiy chat nahiyalariga kirgandan keyin Asad kuchlari nurg'un joylardan chekinishga boshlagan. Shu kuni kech vaqtlarida poytaxtning ko'pligan mahallalarida hokimiyatga qarshi namoyishlar boshlangan bo'lib, hokimiyat kuchlari Mudofaa Ministrligiga, Ichki ishlar Ministrligiga va xalqaro aerodromga chekingan. Muhim ahamiyatga ega joylarga namoyishchilarning kirishi bilan Asad kuchlari poytaxtda asosiy jihatdan kontrolligini yo'qotgan. Damashqda Asad hokimiyatining simboliga aylangan va qiyin qistoqlari bilan tunilgan Said Naya turmasidagi mahbuslarmo turmaga besib kirgan namoyishchilar tarafidan qutuldirilgan. Suriyaning shimolidagi Halab viloyatining g'arbiy Yaza qishloq rayonida 27 noyabrda Asad hokimiyati kuchlari bilan hokimiyatga qarshi qurolli guruhlar orasida to'qinish boshlangan bo'lib, 11 kun ichida Asad rejimi vayron bo'lgan. Halab markazining ko'p qismini hokimiyat kuchlaridan tortib olgan hokimiyatga qarshi guruhlar Idlib rayonini kontrol qilgan. Orqadan Hama, Xumus va Dara viloyatlarining kontrolligini qo'lga olgan. Suriyaning janubidagi Suvayda viloyat markazimi 7 dekabr Asadga qarshi guruhlarning kontrolligiga o'tgan. 8 dekabr Suriyaning cho'ng shaharlari shundaqla Turkiya va boshqa davlatlardagi Suriya xalq bayram shodligiga cho'mgan. Islom dunyosi shundaqla islomiy tashkilotlar hatto g'ayri-islom davlatlarimo Suriya xalqining 12 yillik urush malmonchiligidan qutulganligini tabrikladi. Jumladan Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligi, Sharqiy Turkiston O'limalar birligi bu haqda bayonot e'lon qildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligi bayonotida Suriya xalqining mustabid Bashar Asad hokimiyati ustidan g'alaba qilganligini tabrikladi. Sharqiy Turkiston O'limalar birligi bayonotida hur Suriya xalqini tabriklaydiganligini, Suriya xalqiga g'alaba va nusrat ato qilib, zolimni vayron qilgan Allohga hamd va sano o'qiydiganligini bildirdi. Suriya o'qituvchilarining aytishicha, 12 yil davomlashgan ichki urush sababli 1 millionga yaqin Suriya xalqi hayotidan ayrilgan. 20 milliondan ortiq Suriya xalqi urush qalaymaqonchiligi sababli boshqa davlatlarga ko'chib ketgan. Ularning ko'p sonliqi qo'shni davlat Turkiyada panohlangan bo'lib, qolganlari Iordaniya, Livan, Iroq, Iron va Yevropa ellarida ko'chman bo'lgan. Xabar qilinishicha, Asadga qarshi qurolli guruhlarning mas'ullari chatga ko'chib ketgan Suriya xalqining yurtlariga qaytishga chaqiriq qilgan bo'lib, chaqiriqdan keyin Turkiya va boshqa davlatlarda surgunda turayotgan Suriya xalqi vataniga qaytishga boshlagan. Xitoy fuqarolarini Suriyadan ayrilishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Xitoy fuqarolarini tartiblik holda Suriyadan ayrilishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi muxbirlarning Suriya vaziyati to'g'risidagi savollariga javob berib, Xitoyning Suriya vaziyatiga o'zgarishlarga diqqat qilayotganligini, Suriyaning balduroq muqimlikni asliga keltirishni umid qildiganligini,
Xohlagan Xitoy fuqarolarining bexatar va tartibli holda Suriyadan ayrilishga aktiv yordam beradiganligini, ular bilan izchil aloqani saqlaydiganligini bildirgan. Ammo Xitoy oldingi hafta Bashar Asad rejimini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Xitoy bayonotchisi yana Suriyadagi aloqador taraflarni amaliy tadbir qo'llanib, Xitoy fuqarolarining bexatarligiga kafolatlik qilishga chaqirgan hamda Xitoyning Suriyadagi bosh elchixonasining yanada mustahkam turganligi, Xitoy yordamga ehtiyojli bo'lgan Xitoy fuqarolariga davomli yordam berganligi haqida jar solgan. Shandongdagi o't ofatida 9 Xitoy o'ldi. Xitoyning shimolidagi Shandong o'lkasida sovuq saqlash ombiri qurilishida o't ofati yuz berib, 9 Xitoy o'ldi. 7 dekabr tushdan keyin Shandong o'lkasining Rongcheng shahridagi Lanron nomli bir yerli shirkatga tava sovuq saqlash ombiri qurilishida izolyatorlik materiallarning kuyib ketishi natijasida o't ofati yuz bergan. O't ofatida 9 Xitoy o'lgan bo'lib, voqea haqida tekshirishning davom qilayotganligi bildirilgan. Xitoyda ishlab chiqarish bazalari va ombar markazlarida ul aslahalarining ko'nrab ketishi yoki kasbiy bexatarlik tadbirlarining yetarli bo'lmasligi sababidan o'lim yetim keltirib chiqaradigan bu xil hodisalar pat-pat yuz berib kelmoqda. Amerika amaldori Suriyadagi o'zgarishlarda Turkiyaning roli haqida to'xtaldi. Amerikaning yuqori darajalik bir amaldori ismining yoshirun tutilishi sharti bilan jurnalistlarga izohat berib, Suriyadagi o'zgarishlarga qarata Turkiya bilan to'liq hamkorlikda harakat qilayotganligini, buning turli ijobiy ta'sirlarining borligini aytdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, mazkur amaldor Suriyadagi o'zgarishlar nuqtasida hozircha asosiy markaz nuqtasining yangi bir Suriya va Asad hokimiyatidan yiroqlashish ekanligini tilga olgan. Amerika amaldori Turkiya va Amerikaning bu jarayonda to'liq hamkorlikda harakat qilganligini, bu jihatda Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin, Markaziy istixborot idorasi boshlig'i Bill Burns va tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Turkiyadagi aloqador ministrlar bilan suhbatlashganligini, bularning ijobiy ta'siri bo'lganligini ta'kidlagan. Mazkur amaldor Amerikaning Hay'at Tahrir-u Sham bilan bo'lgan munosabati to'g'risida to'xtalib, bu guruhning Suriyadagi o'tkal jarayonida muhim rol o'ynaydiganligining aniq ekanligini tilga olgan. Amerika amaldori Amerikaning Hay'at Tahrir-u Sham bilan munosabatining Amerika manfaati oldingi o'ringa qo'yilib va muvofiq tariqada yurgizilganligini bildirgan va Hay'at Tahrir-u Sham mas'ullarining gaplarining qanday yo'sinda amaliylashidiganligi hammadan muhimligini ta'kidlagan. Rossiyaga tava tabiiy gaz supisi hujumga uchradi. Ukraina armiyasiga tava tizginaklik dengiz osti kemasi tabiiy gaz supisiga kamikaze hujumi qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, portlashdan keyin o't ofati yuz bergan va tabiiy gaz supisi ishlatkili bo'lmaydigan holga kelib qolgan. Rossiyami Ukraina shahriga hujum qilgan bo'lib, Zaporijyaga qilingan hujumda 10 kishi o'lib, 3 kichik bolani qo'shganda 24 kishi yaralangan. Nurg'un uy, korxona va avtomobillar ziyonga uchirgan. Rossiya qismlari yana Kireviriga boshqarilgan bomba bilan hujum qilgan bo'lib, bir kichik bolani qo'shganda 3 kishi qazo qilgan va nurg'un binolar ziyonga uchirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.